kim namoz o'qib, ya'ni 5 mahal namozni o'qib, oxiri xuftonda ham o'qib, bo'lib ham jamoat bilan o'qib, vitr vojibdan keyin dam oladigan bo'lsa, qalbi sakinatda bo'ladi. Juda xotirjam, 5 vaqt namoz o'qiydiganlar biladi-ku. Xotirjam bo'lasizda, bugungi kunda go'yoki hamma yo'g'ini bajarib bo'ldik. Qalbimiz xotirjam bo'ladi. Robbimiz bizdan rozi bo'ladi va eng muhimi, mabodo kechasi taqdir kelib qolsa, ko'nglimiz ham to'q bo'ladi bir tomondan. 5 vaqt namoz o'qib oldimda degan narsa bo'ladi. 5 vaqt namoz bomdodda o'qidik, ko'chaga chiqib ketdik. Harom ishlarda qildik. Endi bo'lishi mumkin-da, endi yolg'on gapirib qo'yish mumkin. Mashinada yuradiganlar nomahramlarga qarab qo'yishi mumkin. Va shunaqa holatlar bo'lishi mumkin-ku. Birovning haqqini bilardan bilmasdan yeb qo'ygan bo'lishi mumkin. Kimnidir g'iybat qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin bomdod